Probegi jinday ko'proq bo'lsa ham, narxi arzonroq, avariyasi yo'q, butun mashina so'raganlar ko'p edi. 2022-yil 5-oy mashina Kia Bongo. Holatlari o'rtacha, yurgan probegiga tortaveradi. Balonlari ham 30-40% bor. Almashtirib yuborsa ham bo'laveradi. Xizmat qilgan mashina, yangi emas u. Lekin minadigan odamga bo'laveradi. Eshigini yonlarida bitta, ikkita sal-sal tekkizib qo'ygan joylari bor, udar emas. Miatina, kichkina miatinalari bor mashinani. Bu mashinamiz yurgani 76.800, 77.000 o'ylayveringlar. Holatiga tortaveradi. Juda bardak ham bo'lib ketmagan, bir qo'l minilgan mashina ekan. Kecha bir sherigimiz videolarini qilib tashlab berishdi. Endi o'zim video qilib gapiryapman. Oldilarini ham ko'rib chiqdik. Shu germetiklari hamma yo'g'i joyida turibdi. Unaqa avariya bo'lgan, udar bo'lganda asoratlari yo'q mashinada. Ko'rishingiz mumkin, hamma yo'g'i zavodskiy holatda turibdi. Bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini $11.800 bilan tamojnagacha olib kiramiz. Yo'l kirasi ichida $11.800 kirib boradi. Hop, rastamoshkasi bilasizlar, rastamoshkasini $11.900 rastamoshka chiqayapti. 12.000 mo'ljallayveringlar. 23.800 larga aylanadi. Motorlari ham juda yaxshi, rasxod yo'q ekan. Birinchi qo'l minilgani bilinadi. Hali yaltillatib, artib boshqa qilib olmagan. O'sha qanday bo'lsa, o'zini changi bilan turibdi motor holatlari ham. Hop, inshaalloh nasib bo'lsa shu haftaning oxiriga yoki kelasi haftaning boshlariga ushlab olamiz. Ikkita konteynerimiz bor. Ertaga yuklaymiz. Sakadiskga zakaz qilganlar, keyin bir ikkita mashina zakaz qilganlar kutib turishibdi. Inshaalloh ularning mashinasini ham ertaga